Do'stim, agar sen uchun aziz bir insonni o'lim olib ketsa, yig'lama. Chunki u omonat edi. Alloh omonatni ixtiyor qildi. Agar bemorlik sinoviga uchrasang, har daqiqa undan ozor cheksang ham yig'lama. Chunki u gunohlaringni yuvib tashlamoqda. Agar sen uchun aziz bo'lgan do'sting aloqani uzsa-da va uzganlik sababini aytmasa ham yig'lama. Chunki u seni qo'ldan boy berdi, sen emas. Agar sen uchun eng yaqin inson qattiq dushmanligi oshkora bo'lsa ham yig'lama. Balki umr bo'yi undan g'aflatda qolmaganing uchun Allohga hamd ayt. Agar yaxshilik qilgan kishilar senga zulm qilishsa ham yig'lama. Sen birinchi mazlum emassan. Zolim bo'lmay mazlum bo'lganingga quvongin. Soatning $30 taqsangiz ham, $3000 taqsangiz ham bitta vaqtni ko'rsatadi. Sumkaning $30 ko'tarsangiz ham, $300 ko'tarsangiz ham ichidagi narsa o'zgarib qolmaydi. 30 metrlik uyda yashasangiz ham, 300 metrlik uyda yashasangiz ham yolg'izlik hissi bir xil ta'sir etadi.